innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bayna al-mashriqi wal maghrib dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Ahmad, Imom Muslim hazratlari rivoyat qilganlar. Ya'ni Rasulimiz aytibdilarki, banda bilib bilmay bir so'zni aytadi va shu tufayli do'zaxning mag'rib bilan mashriq orasida ham chuqur joyga tushadi dedilar. Tasavvur qiling, Alloh saqlasin, mana shu gapimiz bilan shunday bo'lyapti. Eng katta narsa mana shu botil gapdan kelib chiqadi. U gapdan husumat kelib chiqadi. U gapdan bir-biriga dushmanlik kelib chiqadi. Shuning uchun ham inson so'zini nazorat qilishligi kerak. Botil so'zlar deganimizda husumat bilan gapirishlik aslida. Odamlarga qalbiga ozor beradigan darajadagi gaplarni gapirishlik. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, Alloh uchun odamlarning eng yomon ko'rilgani ashaddiy husumatchidir dedilarda. Bir xilgilar bor, har bir gapida husumat ko'rinib turadi. Har bir gapida husumat. Doim gapida tagida kimnidir jazolash bor. Kesatiq gaplar, kinoya gaplar. Gapirganida hech kim tushunmasa ham kimdir buni bilib qalbiga ozor oladi. Davrada o'tirganda odatda qaysidir bir gunoh haqida gapirmoqchisiz. Agar sizni oldingizda aniq shu ishni qilgan odam bo'lsa, o'sha mavzuni u odamga tekkizib gapirib bo'lmaydi aslar. Biz davralarimiz yoki suhbatlarimizda hamisha o'sha davra ichidan bitta odamni mo'ljalga olib gapiramiz. U odamni qalbini tilka pora qilib yuboramiz aslar. Husumat bilan gapiramiz. Husumatdan, boshqalarga tuhmat qilishlikdan, so'zi bilan, gapi bilan ozor berishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Qo'l bilan berilgan jarohat bitib ketadi, ammo til bilan berilgan jarohat bitmaydi deydi. Nega bunday desa, qo'l bilan berilgan jarohat u insonni a'zosiga biror bir joyiga bo'lar. Bir kuni Xudo shifo bersa yaxshi bo'lar. Ammo til bilan bo'lgan ozor u insonni qalbini tilka pora qiladi. U qalbda qoladi. Siz oddiygina gapirgan bo'lishingiz mumkin. Bir davrada o'tiribmi yoki boshqa joydami kimdir haqida gapirdingizda, "Ha, endi gapirdim, qo'ydim." Yo'q, birodar. Sizni o'sha gapingiz kimdir qalbini tilka pora qilib yubordi. Kimdir qalbida qoldi. Mana shu husumat u hech qachon u qalbidan chiqara olmaydi. Har qancha harakat qilsin u qalbida qoladi. Shuning uchun insonni qalbiga ozor berishlikdan saqlanishlik kerak. Bu kalomning ofatlarini eng yomonlardan biri.